Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. 2026-yil 28-aprel kungi yig'ishlarimiz holatlari. Shabekka olib kelib to'kdik mana. Sho'rlash darajasi eng kam bo'lgan yig'ishlarimiz mana. Sement quyilgan sesmalar tagidan ozgina oqaryapti mana. Xudo xolasa qolgan joyida sho'r yo'q. Bu endi sement naqani hisobiga chiqib qolishi mumkin. Bu tomonlarda dashi chiqmagan. Mana yaxshilarimiz holatlar. Shabekka olib kelib to'kdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa 556 47 00 telefonlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yetkazib berish xizmati mavjud. O'zim borib beraman, xudo xolasa. Manzilimiz Bog'dodda.